Minecraft, lekin menda Lucky bloklar bor. Men bu bloklar bilan nima qilaman? Menda hozircha 2 stak bor. Men bulardan yordami bilan ajdarni yutmoqchiman. Bu oddiy bloklar emas, ya'ni sindirgan sari har xil epik narsalar tushib boradi bu bloklarda va bular menga qanday yordam beradi? Ya'ni tezroq borish va tezroq ajdarni o'ldirish uchun kerak bo'ladi deb o'ylayman. Shuning uchun birma-bir hamma Lucky bloklarni sindirib chiqamiz. Bitta qolmay. Hozir mana shu yerda hammasini sindirib olsam, keyin oxirida qancha kerak narsalarni o'zimda olib, birgalikda ajdarni mahv etamiz. Keraksa sanaldi esa shu sandiqqa shunchaga solib qo'yamiz. Aslahalarni kiyamiz va yaxshisi piramida quramiz. Ya'ni devor singari qurishni boshlasak, hozir versak yasash har doimda ismiga kelmabdi. Endi esa devor quramiz. Buyuk Xitoy devori dubl 2. Sekin asta quramiz. Har bitta blok biz uchun qadrli. Bitta g'ish xato qo'yilib ketsa, demak bizni, ya'ni O'zbekiston binoyimiz qulab tushadi. Endi baribir Xitoy devori ketib borolmaydi-yu, mayli. Yangicha tarix ochilsa bo'ldi. Endi birma-bir bilan sindirib chiqamiz. Menga qalqon kerak va cheksiz totemlarim bo'ldi-ku endi. Lekin baribir ham aniq kerak bo'ladi. Albatta 2 ta nezrit quymasa bo'ldi. Biz bularda hali yaqin kelajakda biz bularda nezritli branyalar yasaymiz. Bizga kuchaytirish stoli kerak xolos. Ya'ni kuchaytiruvchi narsa bilan. Kuchaytiruvchi kupon bilan kerak bo'ladi. Va shu jumladan mening yangi YouTube kanalimga ham obuna bo'lib qo'ying. Menda yangi videolar chiqyapti. Sizlar uchun qiziqarli va ko'tarilishi yaqin bo'lgan ajoyib. Boshlashga 100 ta bo'lsak ham men juda ham quvonib ketar edim. Shuning uchun yaxshisi obuna bo'lib qo'yinglar. Hali qiziqarli videolar oldinda. Keraklarni olib qolib, keraksizlarni soldimda. Eng keraklarni olib qolamiz, oltin kerak bo'ladi. Agar menda marvaridlar bo'lmasa, peglilar bilan savdolashishga men ularga oltin beraman. Menga esa keraksiz narsalar otadi-da, endi marvaridni ham otib qoladi bir-ikkita. Men cheat o'rnash bo'lmaganmi? Bunga bitta o'ldirib qayersak bilan? Yo'q, cheat o'rnashmabdi. Hozir kadrni ozgina tezlashtiraman, chunki sizlar zerikib qolmasligingiz uchun. Men videolarimni hammasini tezlashtirishga harakat qilaman. Kaysoga ham shuni maslahat bergan bo'lardim, videolarni ko'proq tezlashtirishga. Ora-ora tezlashtirib tursalar, u akamiz ham videolar qisqa bo'lib artefaktdagi chiroyli videolar chiqar edi. Yaxshi, endi bu zombilarni chapamiz va maqsad tomon chiqamiz. Meni kamonda o'qim yo'q-ku. Ularni umuman ta'sir qilmaydi menga bergan zarbalari. Creeper ham menga zarba bera olmaydi. Hozircha shularni o'ldirib ketaveraychi. Yaxshi, go'shtimiz ham bor 50 tacha. Sakrab, endi maqsadimiz tomon oshiqamiz. Menda kravat yo'q, endi tunni mayli, ozgina Lucky blokda sindirib olaydi, keyin davom etaveramiz. Mana qarang. Xuddiki One Blockga o'xshab paydo bo'lyapti chiroylisidan. Keraksiz narsalarni tashlab, bitta-ikkita musor orasida yaxshi narsalar ham chiqyapti. Go'sht kerak emas, ovqat kerak emas, bir stak temir qolsa bo'ladi. Balki samayhal chalg'itdimi? Lazorit kerak emas, baribir menda kitoblar yo'q, shuning uchun yaxshi narsalar tushishiga umid qilamiz. 16 ta o'q, olmos, hips, obsidian. Boshlar jonga tegib ketdi-ku. Tegmadi. Portlatdi. Bular qayerdan kelyapti? Va bitta totemim olib ketdi. Davay,
ikkinchisi ham vol ketdi. G'arib palakat bola chiqdi-ku bular. Qoch. Shunaqa kuchli biranalar bilan qochishdan boshqasi yaramayman shekilli. Qutqaringlar. Nasibangni ol, mana shu kichkina zombilar bir ham azabingdan tegadimi? Shu bir ham jonimga tegyapti. Ana zo'r zarba bo'ldi bizni. Nima unda Skyblock bormi deyman? Yana shu zombini bolasi. Nima bular qayerda olyapti bolalarni? Yop, endi uzoqroqqa borishimiz kerak. 8 ta oyog'ini chopdik. Creeper portladi. Hop. Endi biz nima qilamiz? Hop, qishloq topishimiz kerak. Qishloq oldimcha, yalmog'iz kampir. Nima tegmayapti? Sehr qilyapti menga. Yo'q, sehr qilma. Ana tegdi. Tik. Damlamani yotasan, ana. Menga kuchi yetmaydi. Shunday yoriq qo'lay, iltimos. Shu o'lib ketay deyapman-da. To'g'ri tushunasizlar endi. Ana, hozir yarimta jon qoladi. Keyin meni mahluqlar yoki bo'lmasam creeperlar portlatib ketadi. Spawnda paydo bo'lib yuraman yig'lab. Yaxshi. Hop. Endi nima yasaymiz? Bo'pti, birinchi narsa yo'q, mas temirdan shuni yasab olsak, keyin Lucky Block ham yasasa bo'larmidi? Hammasiga yasaymiz va go'shtni ozgina yeb olib, ularni sindirishga harakat qilamiz. Hop, endi bular legendarniy ekan. Legendarniy Lucky Block. Hop. Menimcha bunda qo'yamiz. Desa kuchaytiradigan ham kerak-ku. Kuchaytiradigan siz qanday? Lekin Kaizen o'tgan videosida kuchaytiradigan siz yasaganini ko'rgandim. Videoni ozgina tezlashtiraman, xafa bo'lmaysizlar. Chunki narsa qilib gravel topa olmadim men. Umuman gravel chiqmadi. Faqat blokka chiqaverdi. Shu sababli videoni tezlashtirib bittagina oldim va zo'r jijgalka yasadim. Sizlar uchun 3 soniya ketganidir, lekin men uchun haqiqiy 42 minut ketdi. Hammasini hisobga olaman, qo'rqmanglar. Va nihoyat yetib chiqdik. Hop, qayerni qidiramiz endi? Keraksiz biyomda bastion kerak emas menga. Davay, mana shu yerda sakrab yuraman. O'lmadim. Yaxshi, endi ozgina tezlashtiramiz videoni. Shu yerdan mana qizil qara topildi. Kechirasizlar bolalar, video montaj qilgan o'chib ketib qolibdi. Endi hech narsa qilmadi-yu, baribir 2,5 soat qidirdim-ku men buni. Yo'q, 2,5 soat emas, 1 soatcha qidirdim nima ish qilani. Lekin ancha qidirganda o'chib ketdi o'sha videoyim. Yo'qasam ko'rsatardimki, aldamayman-ku men. Ba'zi birda video ham yalinmay qolishi mumkin, to'g'ri tushunasizlar-ku. Hop, endi bularni o'ldiraman deganimda meni burchakka qisib qo'yadi. Sakrab chido'ligi pastimda lava bordi. Ana, olovni qo'lidan o'lish. Oddiygina meni moblar o'ldirsa-ya, Ender Dragon qanday olsa o'ldirarki meni. Ozginaga qobiliyatlar berilgan totem ulab olamizda. Pastimda blok bor ekan, ko'rmanman. Tepaga chiqay desam, men chiqastirmaydi qo'rqchilar. Endi tepaga sekin chiqishni boshlaymiz. Sekinlik bilan asta, hech kimga xalaqit bermasdan va plos o'ldir, qoch, bekat. Shular yomon asabimga tegadi-da, shular yomon. Lavaga tushib ketibman. Voy, oltin olmani, Mayli, bitta totem ishlab ketaversin. Sekin borib olamiz. Xullas, jonga tegdi. Bitta qarsak chalaman va shu yerda qolaman degan qarsak chalishga ulgurmadim. Va men bu yerga tepaga chiqdim. Endi esa qidiruvni boshlasak ham bo'ladi. Videoni yana tezlashtiraman. Hech narsa qilmaydi deb o'ylayman sizlarga. Chunki men
Mendek botni ko'rish sizlar uchun axir uncha qiziq emas-ku, to'g'rimi? Shuning uchun barchasini yo'q qilishimga to'g'ri keladi. Va men spawnerni 2 soat qidirib zo'rg'a topdim. Sizlar uchun sekund yerda topgan bo'lsam, men uchun esa soat yerda topdim. Va shunday qilib olovli tayoqchalarni yig'ib olamiz. Hozircha bitta. Men tushiryapti bular. Tepaga chiqib o'rashga ulguraman deganda, u taxtalar yonib ketyapti. Barcha tayoqchalarni yig'ishimdan oldin bu yerni yaxshilab tozalab olsam. Kirkada daraxt chopayotgan bo'laman, birinchi marta ko'rsanglar kerak. Mana unaqa olovda yonmas, suvda cho'kmas blokdan foydalanamiz tepani. Lekin ungacha olovli tayoqcha yig'ib olaman degan umiddaman. Hozir yana tezroq yig'sam, yana videoni tezlashtirishimga to'g'ri kelyapti. Tezlashtiraman degan nima qilaman? Tezlash video. Ana, zo'r. Hozir bir past yig'ib tashlayman va yiqqan joyimga paydo bo'laman. Yana 10 ta yig'ib qo'ysam ham bo'la, 10 ta yetsa kerak menimcha. Agar 10 ta yetmasa, desammi? 9, 18 ta, hozir 20 ta bo'ladi, 20 ta jab yetadi. Ajdarni oldiga borishimizda. Ajdarni ko'p marta o'ldirganman, lekin o'sha 70 ga 30% meni ajdarni oldi o'lib qolib, ya'ni spawnda paydo bo'lib, meni motivatsiyam tushib ketishi yoki bo'lmasam 60% ajdarni yoki xotirjam bo'lmasdan ajdarni o'ldirib yuborish. Mikrofon ozgina ishlamay qoldi, xafa bo'lmaysizlar. Ovozim chalkashib ketgan bo'lsa, hop, mana shunday bloklarni qo'yib va mayli blok iya. Ustimdan kulyapsizlarmi? Men axir qiynalay baylarni ketishga umid qilyaptim-ku. Bu yoqqa qoch yo'qol. Asabga tegasa, ana 11 ta bo'ldi. Men o'ylab sekin chopamiz. Tezroq chopal. Xullas, mana shu bu yerda o'zida men 20 minut vaqtimni sarfladim. Qizil qana ichida 20 minut vaqtim sarfladim. Nezarda jam bo'lib 1,5 soatdan ko'p vaqtimni sarfladim. Video esa 2,5 soatdan ko'p bo'ldi. 16 minut ko'rardirsizlar, balki 20 minut ko'rardirsizlar. Lekin men uchun umrimni yarmi o'tib ketdi desammi? Kunimni yarmi o'tib ketdi. Bugun o'zidayoq 2 ta video chiqardim. Hozir olovli tayoqchalarni maydalab, endi ko'z yasaymiz. 5 ta yetsa kerak. Nima uchun 5 ta desanglar? Meni 5 ta YouTube akkauntim buzilib ketganiga. Bundan tashqari qilyapman, endi baribir mana yetib keldik. To'g'risi men 10 daqiqacha qidirdim, chiqmagandi va men o'tib ketgan ekanman. Shuning uchun kuzatuv rejimida bu yoqqa o'tib olsam, mendan xafa bo'lmaysizlar degan umiddaman va kuzatuv rejimini o'chirib tezlashamiz endi. Tezlashamiz va topolmasdan qiynalamiz. Shu yerning o'zida yarim soat vaqtimni sarfladim mana. 50 karra tezlashganimdan bilib olsanglar bo'ladi. Yarim soat vaqtim sarflaganda. Lekin o'ylab qarasam, birinchi tushgan joyimni oldida ekan. Keyin meni qanchalar jahlim chiqqanimni ko'rishingiz mumkin. Shunaqangi jahlim chiqdi. Turgan joyimni oldida ekan. Men shuncha qidiribman. Yarim soat qidiribman. Hop, endi yana ko'z yasab olamiz. Hop, 10 ta yasasak yetarmikin? 10 ta yasaymiz. Ajoyib. Hozir endi bularni qo'yishimiz kerak. Yo'q. Musorlarni tashlab yuborish kerak. Musorlarni ham tashlab yuboraylik. Bu kerak emas, temir kerak emas, izmirod kerak emas, loy kerak emas. Loy jangi qilmayman-ki baribir. Hop, yaxshi. Agar shu kanal 1000 ta obunachi bo'lsa, do'stlar bilan ulanib o'ynashni, ulanib video chiqaraman, ya'ni. Ulanib video chiqarsam ham yaxshiroq bo'ladi.
Kanalni nomiga esa e'tibor bermaymiz. Bittagina e'tibor, kanal nomiga e'tibor bermas, tuzukroq nom topolmadim. Tuzukroq nom bo'lsa kommentariyaga yozib ketasizlar. Hozir esa biz Ender Dragonni o'ldirishga olg'a. Oldida o'lib ketmasa bo'ldi. Shu yalan qarsilatib tezda chiqib olamiz. Ekran chekkalar desa Endermenlar menga qarab turgan. Va ko'rib turganingizdek 2 daqiqadan beri men bitta kristalni cho'la olmadim. Va shuncha harakatlardan keyin ajdarni o'ldiraman desam, meni shu holat qiynasa bo'ladimi? Endi men tepaga chiqmoqchi bo'lgan edim. Men tepaga chiqmoqchi bo'lib Ender marvarid otuvdim. Pastimga blok qo'ya olmasdan yarimta jon qoldi. Yarimtagina jon. Aptechka o'ldim. Keyin men qaytib ajdarxonni o'ldirishga ham maqsad qilmay qoldim. Spawnda paydo bo'lgan edim, shunaqangi jahlim chiqdi. Bo'ldi. Men videoni shu yerda tugataman, ajdarxonni mag'lub qilmayman. Xullas, baribir ikkinchi video ko'p